Endilikda siz tunning istalgan qismida ko'cha-ko'yda bemalol yurishingiz mumkin. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 32-moddasiga asosan qonuniy asoslarda O'zbekiston hududida bo'lib turgan har kim mamlakat bo'ylab erkin harakatlanish huquqiga ega. Bundan qonunda belgilangan cheklovlar mustasno. Bu qoidadan kelib chiqadiki, O'zbekiston Respublikasi fuqarolari hamda O'zbekistonga qonuniy asoslarda kirib kelgan chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar kun va tunning istalgan qismida, xoh bu kunduzgi 12 bo'lsin, xoh kechki 24:00 bo'lsin, ko'cha-ko'yda erkin harakatlanish huquqiga ega. Faqatgina istisnolar bor, ya'ni qachonki sizga nisbatan tunning muayyan qismida yashash joyingizni tark etmasligingiz to'g'risida uy qamog'i yoki ozodlikdan cheklash kabi ta'sir choralari qo'llangan bo'lsa, sizning bu huquqingiz amalda cheklanishi mumkin. Videoni kechki payt qo'rqib, ko'chaga chiqolmay yurgan do'stlarimizga yuborib qo'yamiz.